Hozir bir ajoyib taom ustidan chiqib qoldik. Mana hozircha tovuq, dudlangan tovuq bo'lsa kerak. Tandir. Tandir. Juda shirin ekan. Tandir archalarda mana oshpazimiz o'zlari skochlar bilan solib beryaptilar. Shu adashmasam 30 minglik bo'ldi mana shu tarelkadagi. Narxi ham unaqa qimmat. Non choylari bor ekan hammasi. Bu bonus ekan non choylari. Kelinglar. Menga yoqdi masalan. Endi joyini tushuntiraman. Mana masalan, mana bu yerga Sergeliga ketaverish, metro tega. Bu yoq taraf xonobod. Zapravkani yoni. Qosim qachon boshladinglar endi buni? Biz yaqinda boshladik. Bu yengillik hali yo'q. Bu hali Toshkentda yo'q bu narsalar. Bu eng zo'r joylari. Laxim go'sht, to'g'riligi ham, to'yligi ham hammasi ketaveradi. Yaxna zakuskiligi ham zo'r bo'ladi. Bu oxirgi modeli desa ham bo'ladi. Oxirgi model. Faqat sondan, ichki sondan yumshoq laxim tandirda archalar bilan bo'ladi. Ko'rinib turibdi, juda bir appetitli ekan. Endi boshlabsiz, odamlar o'rganibdi, kelib 30 minglik bering, 50 minglik bering qilib 2 kishi masalan 50 mingga to'ysa kerak-a? 2 kishi bemalol to'yib ketadi. Ha, yaxshi. Shu non choylari bonus bo'lgani juda yaxshi ekan. Mana bu sixini kattaligini qarang. Kelinglar o'rtoqlar, mazza qilib ketasiz.